men psixologman va hech qachon menga natija qilib berasizmi deydigan mijozlarni qabul qilmayman. Chunki keling bir misol tariqasida sizni asosiy maqsadingiz ozish deb oladigan bo'lsak, sizda ortiqcha vazn bor. Va o'sha ortiqcha vazndan xalos bo'lish uchun siz nima qilasiz? To'g'ri ovqatlanishni boshlaysiz yoki sport zaliga borasiz. Sport zalni bir psixolog misolida oladigan bo'lsak, sport zal yaxshi ixtisoslashtirilgan. Uning ichida juda zo'r trenajyorkalari bor, uning ichida trener bor. U sizga ozishingiz uchun aynan sizga mos bo'lgan strategiyani va ovqatlanish rejimingizni tuzib beradi. Shunda siz agarda maqsadingizga erishishingizni istasangiz, aynan o'zingiz turib harakatlanishingiz kerak bo'ladi. Qanchalik zo'r sport zal bo'lmasin, undagi trener qanchalik zo'r bo'lmasin, lekin har kuni mana shu sport zalga kelishni, to'g'ri ovqatlanishni, o'sha trener sizga yozib berilgan strategiya asosida harakatlanishni faqat o'zingiz tanlaysiz. Psixologiya ham xuddi shunaqa. Psixolog sizga natijaga erishish uchun juda chiroyli strategiya tuzib beradi. Harakatlaringizdagi bo'lgan kamchiliklarni topib, qanaqa yo'l tutishingiz kerakligini tavsiya qila oladi. Ammo bu harakatni qilish esa faqat o'z qo'lingizda bo'ladi. Agar men sizni e'tiboringizni tortaman deb zo'r natijaga olib chiqaman deganimda esa, men shunchaki professional psixolog emas, balki infolola bo'lib qolgan bo'lardim.